Buxorodamiz. Bu bozor bo'lgan ekan, magazinlar. O'sha paytda hali ham buzilmagan ekan. Qulflari bilan turibdi. Mana bu yerda ham magazin bor. Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu magazinda nima sotilgan bo'lishi mumkin? Mana. Ko'rinishdan temir buyumlar. Mana shunaqa tor ko'cha. Bor mana. Magazinlar ochilgan. Yo'q, buzilgan ekan. Mana ko'p joylari buzilib ketgan. Qayta qurilmoqchi bo'lgan joylar bu yo'lari. Lekin bu yoqda ko'pgina magazinlar o'z holida qolgan. Bu endi zamonaviylashgan. Ketdik.